Qarochi o'rtoqlar, bugungi trendimizda mana orqamdagi odam bo'ladi. Doda esa nomlanadi. Hozir bo'ldi. Mana orqamga turib olinglar, mana ketma-ket xohlaganinglarcha turinglar, mana vaqtni ko'rib olasizlar. Mana orqamdagi odam dunyodagi eng mehribon, eng rahmdil, eng kechirimchi odam. Hozir men namchi xunuk kadr qo'ydinglar. Mani orqamdagi odam rosa yig'loq odam. Володя, ё-моё. Ya Firdavs, bu sensan, sen aytdim do'stim. Astagfirullah. Orqamda kiyim o'g'risi turibdi. Har doim kiyim o'g'irladi. Kamron bilan birga qo'shilib. Meniki ichindagi qani? Mani orqamda Sassu kampir bor. Bo'pti. Приятный kampir bor. Bo'pti, sassiq emas kampir bor. Ha, bo'pti, men kampirsan-ku, nima farqi bor? Mana orqamda hamma narsaga nima deylardan, pushti ko'zoynaklar bilan, umuman xotirjamlik bilan qaraydigan odam turibdi. Shunaqa. Mani orqamda odamga o'xshash hech narsasi yo'q, afsuski odam turibdi. Ya mani orqamda dunyodagi eng go'zal qiz turibdi. Men o'g'il bolaman, bu g'ilay bu. Sen daltoniksan. Sen dalbansan. Sen po'q yeyapsan. Mani orqamda bir izma, mijg'ov, nima mas dunyoning eng go'zal insoni sizning qarshingizda turibdi, azizlar. Bu mening ismim Aziz. Mana orqamda hamma narsaga ham xafa bo'lib olaveradigan inson. Oddiy narsaga ham Men siz konsertga borgan eng zo'r Allo Pro! Zato Jahalibga hammamiz tushamiz. Undan Firdavs chopib ketaveramiz.